Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz, biz sizlarga yangilik apparatimizni ko'rsatmoqchimiz. Davlati bu yangilik apparatimizning farqi og'zi katta bo'ladi. Oldingi variantlarimizni ham ko'rsatib ketamiz. Davlati buni og'zi undan ko'ra nisbatan kattaroq. Keyin mana bu joyi bolga ekanlik bo'lmaydi. Mana buni qistirgichda bo'ladi. Bunday qisib qo'yasiz bo'ldi. Setka ham ichidan almashtiriladi. Shuni ochib turib, variantni olib ichidan almashtiriladi. Hozir sinovga olib chiqdik, mana sepilgan ham yo'q. Bunda hozir sizlarga makkapaya bilan mana bunaqa pichamni mana maydalashligini ko'rsatib beramiz. Qo'yib olib setkasi turibdi og'zida. Mana shu setkada hozir maydalashligini ko'ramiz. Tayyormisiz? Maydalangan ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz ham. Xudo xolasa qo'yib olib mana holatda. Makkapaya ham, pichan ham mana shu qo'yib olib holatda bo'lib chiqdi. Xudo xolasa qolgan setkalardan ham maydalashligini ko'rsatib o'tamiz. Birdan 10 gacha baho berib ketaylik kommentariyada. Xudo xolasa necha baho yozishini ko'ramiz. Begini? Yaxshi holat yaxshi.